Salam dostum. Keşlikingiz xayrlik bo'lsin. Men yana dal vaqtida huzuringizga yetib keldim. Anglayotganingiz Nijat FM. Bir odamning umri nurg'un kutishlarga to'lgan bo'ladi. Kelgusini kutimiz, qo'limizdagi ishlarni tugitib bo'lishni kutimiz. Kelar qitimni kutimiz, vaqtimiz bo'lishini kutimiz. Sharoitimiz bo'lishini kutimiz. Pulimiz bo'lishini kutimiz. Lekin oqibatda bu tugmas kutishlar bizning yoshligimizni, salomatligimizni, fursatimizni, tanlash huquqimizni elib ketadi. Kutib oladiganimiz faqatla pushaymon bo'ladi. Amaliyotda do'stim, hayotlikda 3 ishni kutishga bo'lmaydi. Onun birincisi ata-onaga bo'lgan vafodorlik. Shundoq. Hamma ishni kutgili bo'ladi. Lekin bu ishni qat'iy kutgili bo'lmaydi. Endi tilimiz chiqqandan tartib, iyilik tiklab o'z oldimizga turmush qurg'ichi bo'lgan qaysi bir ishimizga ata-onamizning ajri singmagan? Biz cho'ng bo'ldik. Ata-onalarimiz bargan seri yashinib qoldi. Biz saqlay olamiz, lekin ular saqlay olmaydi. Şoňa dostum, vafodorlikni hargiz kayniga so'rama. Pulim bo'lganda, vaqtim bo'lganda, u bo'lganda, bu bo'lganda mundaq qilaman, andaq qilaman deb quruq shuvar to'lama. Ularga sizning pulingiz yoki boshqa bir narsangiz kerak emas. Hamra bo'lishning o'zila eng cho'ng vafodorlik. Bu fursatni o'tkazvasangiz, keyin pushaymon oldiganga qoch topolmay qolasiz. Badan chiniqtirishni hargiz kechiktirmang. Sog'lom badan baxtli turmushning asosi. Badaningizni kasal chirmib olganda pushaymon qilganingizning hech qanday foydasi yo'q. Yosh vaqtingizda jiningizni tikib qo'yib pul topganingiz bilan qiyirganda shu pullaringiz bilan jiningizni qutqizib qola olmasligingiz mumkin. Zimmamizdagi yuk qancha og'ir bo'lgan seri salomatligimizga mo shuncha ko'ngil bo'lishimiz kerak. O'zingizning hayotini qarz qilib qo'ymang. Sog'lom vaqtingizdan foydalanib, ko'proq harakat qilib bering. Chiniqib bering. Üçüncüsü, utuq qazanishni kayniga surmang. Utuq qazanish eng qo'rqadigan so'z kutish degan so'z. Boshqalarning pul topganini ko'rgan vaqtingiz kechikkingiz. Fursat kelishini kutib yotganingiz boshqalardan bir qadam orqada qolganingiz. Boshqalarning yordam qilishini kutib yotganingiz halok bo'lganingiz. Amaliyotda hech kim shon-sharafni kutish orqali qo'lga keltirgan emas. Faqat menish va tirishish orqali vujudga chiqargan. Biror odamni xiyol qilibla utuq qozonib ketibdi deb anglab baxmadik. Faqat tirishib ishlab utuqqa erishibdi deb angladik. Qadrli do'stim, hayot birdamda o'tib ketadi. U chaqda har qancha yaxshi ko'rgan odamingizning mo qo'lini tutishga amalsiz qolasiz. Har qancha cho'nqur muhabbatmi to'ziydi. Har qancha yaqin do'stlarmi birga o'tirib choy icholmaydi. Shunga qadrlashga tegishli chaqda qadrlang, o'rinsiz kutishlar vaqtingizni yeb ketmasin. Muhabbat kutishga bardoshlik bera olmaydi. Shunga cho'qim qadrlang. Salomatlik kutishga bardoshlik bera olmaydi. Cho'qim asrang. G'alba kutishga bardoshlik bera olmaydi. Davomli tirishing. Vaqt kutishga bardoshlik bera olmaydi. Ching tuting. Hayotlik kutishga bardoshlik bera olmaydi. Uni qizg'in suying. Xo'sh, qadrli do'stim, bugun Nijat siz bilan mushunchalik mungdasson. Endi
shirin tushlarni ko'rishingizni tilayman. Xayrli kech, yaxshi tush ko'ring.